Bekorga gap so'z chiqmaydi-ku. G'ulomjon Yoqubov oilali ayollarni sevib qolgani va Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari ortidan chiqayotgan mojarolar haqida gapirdi. Assalomu alaykum, kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bugungi kunda qo'shiq talashish, jumladan mashhur Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari boshqa xonandalar tomonidan kuylansa jarimaga tortilish holatlari bo'layotgani haqida gapirdi. O'tib ketgan odamning qo'shig'ini aytma deyish ahmoqlik deb o'ylayman. Boshqa ijrochilar tomonidan kuylanib turilmasa, u qo'shiqlar erta-indin odamlarning yodidan ham chiqib ketadi. Balki aka-ukalar bu qo'shiqlarni sotmoqchidir. Ular biznes qilmoqchi, shekilli, bilmadim. Mening qo'shiqlarimni kimdir kuylamoqchi bo'lsa, chiroyli aytsa, bemalol kuylayversin. Bunga hozir ham qarshi emasman. Qo'shiq yangilanib turishi kerak, deydi xonanda. Go'zal ayollarni sevib qolardim. G'ulomjon Yoqubov tabiatan go'zallik ishqibozi. U jurnalistning birovning go'zal ayolini hech sevib qolganmisiz degan savoliga quyidagicha javob berdi. Rosti, juda ko'p sevib qolganman. Bir ayolning go'zalligi ko'z oldimga keldi-yu bo'ldi. O'tib ketdi emas, boshqa narsalar ham bo'lib ketgan. Bekorga gap so'z chiqmaydi-ku. Hozirgacha ham go'zal ayollarni ko'rsam menga ilhom keladi, ijod keladi. Muhabbatsiz odam hech narsa bo'lmaydi. Bir shoirni eshitganman, hatto o'zining qizini go'zalligidan ilhomlanib she'r yozgan ekan. Go'zallarni go'zal deyish kerak. Buni aybi yo'q-ku. Bir qaragan bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Go'zal ayollarni har doim sevaman. Hozir ham sevaman. Umrimning oxirigacha ham shunday bo'ladi. Atrofdagilarga ham voy ana bu qizni chiroyliligini qaranglar deyman, deydi O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov, deyiladi ma'lumotda.